Yaxshimisizlar akalar? Akalar sizlarda zadniy vid bormidi? Zadniy vid. Ha, o'zbekcha gapiravering uka. Orqani ko'rsatadigan oynami? Bor. Mana, yangi keldi, yangi modellarimizdan ixchamgina, labovoyda ham to'smaydi. Sal kattaroq yo'qmi aka? Ozgina kattaroq, bunisidan bu ham yangi model. Aka, mana uni bering, eng kattasi mana shu ekan. Uka, sizga oyna sotilmaydi. Uzr-a? Boshqa joydan olavering. Qani sotuvchi ekan, tayyor narsani sotma. Baring. Aka nima tayyor xaridorga sotmadingiz? Nimaga sotmadingiz deysanmi? Bu bola taksist bo'lsa kerak. Menimcha orqaga chiqqan ayol klientlarini mana shunda maza qilib tomosha qilganini so'radi. Shuning uchun sotmadim. Boshqasidan olaversin. Bunaqa odamlar ham ko'payib ketdi. Gilomdan nech puldan ekan? Uka qarab oring. Keling aka. Siz chetda ishlaysizmi? Ha aka. Men sizni taksist deb o'ylabman. Taksist basmi deysiz? Men taksist emasman. Gilom magazinda soch boshimni to'g'rilaganini so'radim. Ha, ming bor uzr uka, siz haqingizda noto'g'ri fikrga boribman. Orqangizdan ozgina gapirib qo'ydim, g'iybat qilib. Rozi bo'lib qo'yasiz. Gilomlaringiz narxi nech puldan ekan? Xo'p, bu aka 3 ga 4,5 gilomimiz aka 600 qirolmaysiz. Keyin aka har doimda qolgan gilomlarga aka 30% chegirma ketyapti aka. Xudo xolasa chegirmamiz yilning oxirigacha. Bemalol kelaverasizlar. Bundan tashqari aka bizda daroshalarimiz ham bor, keyin metrajlarimiz ham bor aka. Xo'p, metrajlarimiz endi 3 metrligi aka 190 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi chegirma narxi aka 160 ming so'mdan 1 metrini qilib beramiz aka. Xo'p, aka, undan tashqari endi saytalilarimiz aka 38 ming so'mdan, 1 metr 38 ming so'mdan. Xo'p, 120 liklarimiz aka 60 ming so'mdan. Xo'p, akalar, manzilimizga keladigan bo'lsa, bag'i Kirgilimosdan tushganimizda o'ng qo'lda, Kamina taxta bozoriga o'tganimizda chap qo'lda. Bemalol kelaverasizlar, legenda gilam bazi.